9 tonna palovni pishirish jarayoni davom etib turibdi. Hozir hammani qiziqtirgan savollarga javob olamiz. Ya'ni bilasizlar, Xorazm palovini biz ag'darib yeymiz. Ko'rib qarang, bu palovni biz necha bag'daramiz, necha bag'darasizlarmi? Hozir bu guruchini polni soldik. Endi bu hamma yeri bir xil qaynagandan keyin dama qo'yamiz. Dama qo'yganimizdan keyin 1,5 soatdan keyin guruchimizni bir chetdan ustini tiyini ustidan chiqarib chiqamiz. Shundan keyin palovimiz ag'darib bo'lganimizdan keyin yarim soatdan keyin tayyor bo'ladi. Bu uchun bizga 2 soat vaqt kerak. Palovimiz tayyor bo'lishi uchun. Xudo xohlasa 2 soatdan keyin xalqimizga tanovul qilsa taqdim etamiz. Shunda demak, hozir Xudo xolasa boshda chalmasdan burun bir ag'darasizlar. Keyin Xudo xolasa bilan ikkisi tayyor bo'ladi, chalinadi. Dama qo'yamiz, yarim soatdan keyin berib tashlab beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa yana jarayonlar davom etib turibdi. Xudo xolasa damina qo'yamiz qurbolarimiz. Xalqimizga aytib qo'yamiz, get qamanglar, palovimizni tarqatincha ham 6 soatda solib qolamiz. 9 tonna palov. Bo'ldi. Xudo xolasa hamma narsa qiyoda kutamiz, bemalol kelaverasizlar. Jarayonlar davom etib turibdi.